Xullas, bu matrasni shunaqa menga yoqqan tarafini aytaman qizlar, ikkita tarafli-da. Mana bu ustiga yotsanglar qizlar, odamni quchoqlab oladi. Eng kaprizni odamlar mana mash tarafida yotsa, odamni badaniga moslashadigan matras. A tegi ortopedический matras. Hop, buni usti anatomический. What? Anatomический. Anatomический matras deyiladi usti tarafi, tegi ortopedический deyiladi. Nimaga aynan matraslar o'z? Biz ham sinovimizdan o'tgan 2 yildan beri onamlarning uylarida ham aynan matraslar o'zi matras turadi. Men o'zim 2 yildan beri ular matrasligini ishlataman. Bizga yoqqani uchun yana matraslar o'ziga yozgandim. O'zi akam aynan ulardan narx so'rab turgan ekanlar. Akangizlar ham so'rayotgandilar degandilar. Akamga surpriz qilib aynan o'zlari xohlagan matrasni zakaz qildim. Nimaga bu matrasni aldingiz? Qimmat divan olgandan qimmat matras olgan yaxshi. Matraslar o'zida menga to'g'ri keladigan chiqdi. Sababi bir taraf anatomический, ikkinchi taraf ortopedический. Bir-biriga bog'liq bo'lmagan anatomический prujinalar, amerikanskiy prujinalar qo'ygan. O'shaning uchun mana shunday xohladim. Akam matras olishdan butun matras tarixini o'rganib chiqdilar. Ko'nglimdagi matras shu edi. Ozgina olaman deb mo'ljal qilib turdim. Sen shu sirni chiqding. Senga kattakon rahmat, seni baraka topgan. Siz bilasizlar. Kimga yana mardaka singil kerak, yozaveringlar.